Qaqnus kundaligining qaqnuslari. Birinchi kunni havola etdim. Aytgancha, fikrlaringizni albatta yozing. Savollaringiz bo'lsa-da yozing, bajonidil javob beraman. Biz yangi kunni boshladik. Siz uchun ichki kuch haqida bir sahifa yozdim. Shu holatda ham o'zingizni yo'qotmaslik uchun. Bu birinchi kundan ikkinchi kunga va ikkinchi kundan uchinchi kunga, xullas 40-kungacha sizga ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi. Sizga bir savolim bor. Shunday qiyin vaziyatdagi odam, ya'ni yolg'izlikda, ichidagi g'am va tashvishlariga to'la bo'lgan, dardlari bilan o'ralashib, hayot tashvishlari qozonida qaynayotgan odam. Tasavvur qiling. Agar shunday inson bo'lsangiz, siz shunaqangi og'ir qiyin vaziyatda ham mana shunday odamlar boshqalar oldida qanday qilib kulishi mumkinligini bilasizmi? Ya'ni savolni oddiyroq beraman. Shunday vaziyatdagi odam boshqalar oldida qanday kulishi mumkin? Yoki bo'lmasam qalbi yig'lasa ham va qanday maslahat berishi mumkin? Qalbi yig'lay turib yoki o'zi azobda bo'la turib ham boshqalarga yordam bera olishi mumkinmi? Yo'q deysizmi? Yoki ha? Albatta izohlarda qoldiring. Men esa mana shunday qiyin vaziyatda ham sizlarga yordam berishga oshiqyapman. Ishoning, hayotim zimiston ichida bo'lsa-da man yorug'likka intilaman, kulaman. Chunki inson hayotga intilib, oldiga maqsad qo'yib yashashi kerak. Hayot bu 5 kunlik deymiz. Lekin biz to'g'ri yashab, to'g'ri yurishimiz lozim. Faqat kuling. Hayotdan zavqlaning, oldingizga maqsad qo'ying. Yomonlikka ham, yaxshilikka ham yaxshilik bilan javob bering. Shunda siz hammadan ustun bo'lasiz. Unutmang, ustingizdan kulganlar haqida ichingizda o'ylang. Ular mendan pastda. Ularning ongi past, men aqlliman, men balandman. Chunki men birovning ustidan kulmayman. Birovning ortidan g'iybat qilmayman. Mening oldimda maqsadim bor. Men eng chiroyliman va men eng yaxshisiga loyiqman. Ha, siz shundaysiz. Unutmang buni aslo. Birozdan so'ng yana davom ettiramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Qaqnusim. Siz yolg'iz emassiz. Siz eng kuchligisiz. Kuldan yana har tong qayta tug'ila oladigan Qaqnussiz.